alaykum hammaga. Biz hozir Emiliano Martinez ushladik va bu extra time'dan bo'ldi. Bu yerdan hozirlik ko'rsatib ko'raman. Mana bu tokenga yig'ib 15 mingtalik ochuvdim. Emiliano Martinez tushdi, 18 o'yar. Hozir mana xabardan ko'ramiz. Argentina. Bu Inter bu Martin judayam zo'r. Sog'lom so'z shu ekan. Tak, halini ham protokolga Rafinha'ni berdi. Pasif ketyapti, shamroq ishlaydi. Buni tokenini Rafinha'ni ko'raylik olin statistikasini. Startlarni fizika durust. Normalniy statistika. Hech qayerga o'ynar ekan. Davay. Ikkinchidan shu o'ynatgani men sizlarga maslahat beraman agar mana bu oddiy bir sostav. Hozir Emiliano Martinez va bunga Shomurodovning trenirovkasini o'tkazib qo'yamiz. Shu yetadi. Normal. Full yani hozir yo'q. Chunki bu yerda chiqish yo'q ekan. Chulasini ham bersam mayli bo'lsa, Shomurodov turaveradi. Va bunga transfer Pelin o'ynataylikmi Pelin o'rnida. Nima qilsam ekan? O'ylanib turibman. Mayli sog' o'ylasin o'g'illar. Sizlarga ko'rsatmoqchi edim, o'z shu videoni like bosishni unutmanglar va biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Sog' salomat bo'linglar.